Assalomu alaykum Fayzul Uz kanalining hurmatli obunachilar. Obunachilar, xudo xolasa sizlar videoni boshidan kanalimizga obuna bo'lib, likelar, tirsinlar turing. Xudo xolasa qo'zi-qo'chqonlar zo'rlaridan chiqarib berishga harakat qilamiz. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'ida, ya'ni Odiljonda qo'y fermalariga yetib kelganmiz. Xudo xolasa qo'zi-qo'chqonlar zo'rlaridan olib kelibdilar. Bularning barcha ma'lumotlarni yetkazib beramiz. 1-iyun haftaning seshanba kuni xudo xolasa kechki darslarda videolarimiz ustida ishlab bormoqdamiz obunachilar. Xudo xolasa yana Odiljonda yo'llariga yetib kelganmiz obunachilar. Mana Odiljonga xudo xolasa mana shunday qo'zilar zo'rlardan kelgan ekan. Mana o'zlari. Assalomu alaykum. Odilbek, mazangiz yaxshimi? Charchamay olib keldingizmi qo'zi-qo'chqonlarni? Xudo xolasa zo'rlardan kelgan. Bu safarga ham yaxshilaridan ketdi deyman. Xudo xolasa bizni obunachilar qo'llab-quvvatlab turishdi, narxini ham yo'lida qilib, arzon qilib beraverasiz. Kelishtirib zo'rlab qilib beramiz. Xudo xolasa obunachilar tirsin, like-ni bosib turaveringlar. Safargilar ham yengil qo'yilgan, dirra sotildi. O'tgan safargilar ham sotilib ketdi hammasi. Yengil qo'yilganda narxi. Narxini yengil qo'ysang sotilaveradi. Mana obunachilar, xudo xolasa bularning barcha ma'lumotlar, yosh oilalari, yedi, ishda, sog'lik, salomatlari, xudo xolasa hamma tarafini ma'lumotlarni to'la-to'kis holatda olib berishga harakat qilamiz. Videomizda hatto kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rayman. Odiljon, birinchi partiyalamizga nechta? 16 ta soni bizlar. Xudo xolasa 16 ta. Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor ekan obunachilar. Yemga variantidan. O'ta ham yemga tayyorlarni olib borasizlar obunachilar, xudo xolasa yemini berib, yemga tayyor varianti, boqadigan varianti mana bu sariqlardan. 4 ta sariqdan bor ekan, 12 ta qora kashtanlardan bor ekan. Voy jonivor, shoqini qaranglar mana. Badallari ham o'ta semiz ekan jonivorlar. Odiljon rosa yemlaydigan davrga yetib ketdi. Yemga tayyor qo'yizlar xudo xolasa. Voy mashalloh, mana qaranglar jonivorlar. O'ta stoylari ham o'ta hamma taraf kelib qo'ygan qo'zilar ekan. Mayda juda qo'zi emas, yirik qo'zi qo'yizlar. Xudo xolasa qarang, obunachilarga bir xilda qilib terib qo'yasiz-da, xudo xolasa. Bir xilda emas. 16 tasi bitta odam olsa, chiroyli baraka topadigan qo'zi-qo'chqonlar ekan. Zaqib boqadi qo'yizlar bularni. Ash qo'zimizni bir olib chiqingchi. Voy jonivor. Voy jonivor. Qaranglar. Qarang, obunachilarga qaranglar. Qo'lim 20 sm qo'yizlar. 20 sm uzunlikni qaranglar obunachilar. Kalla qaranglar. Garbonuslarni ko'ring-da. Hamma tarafi to'g'rida gigant kelgan qo'ylar ekan. Odiljon, bular qachon yetib keldi? Xudo xolasa ertalab yetib keldi qo'yizlar. Ertalab yetib keldi. Bugun ertalab yetib keldi. 7 ishtisiga qanchaga garantiya beramiz? 1 hafta garantiya. 1 haftaga garantiya. Ko'r bo'lsa, cho'loq bo'lsa o'zimga tan. Ko'r bo'lsa, cho'loq bo'lsa o'zingizga tan. Joniga garantiya yo'q xolos. Joniga garantiya yo'q xolos. Joniga garantiya yo'q xolos. 7 ichkarida jonivorlar obunachilar shunchalik o'zgarib turibdi, shunchalik tanaga ega bo'lib turibdi. Yemasa, ichmasa, bunchalik to'ppa-to'g'ri bunchalik tanaga ega bo'lmaydi obunachilar. Odiljon, O'g'izlar. bularni obunachilarni ham ko'p kuttirmaymiz. Bular 16 tasini bir joyga bitta narxini kelishtirib ayting, bitta obunachi shuni tortib qo'ysin. Narxni ishonavering, o'ta sinsin aka. Yengil qilib ayting. Hammasi bir joyga olsa 3,5 dan ketdi. 3,5 milliondan. Bor ekan. Obunachilar, qarang. 3,5 milliondan demang. To'g'ri, 3,5 milliondan qo'y arziydi lekin. Arziydi. Va kommentariylarda o'qiyapmiz, bizda Odiljondan bo'lsin deyapti, o'shanga yana olyapmiz Odiljon. O'shanga narxini, to'g'ri, yer bilan bitta xitlashang. Voy, men qarangda, maza qilishga qo'ysatim, obunachilar yeyiraversinchi sizdan olgandan keyin mana. Dangal tas o'tingchi. 5 ming, 50 ming emas, 100 mingdan yana o'tdi. Yo, 100 ming sizga yarashmaydi, Odiljon. 100 ming o'tayotgan bo'lsangiz, o'tmay qo'ying. 3,5 milliondan biz obunachilar dangal olaveradi. 200 mingdan. Baraka. Mana obunachilar martqa mart mana. Mana 100 dan o'tmay qo'yavering desa 200 mingdan o'tib berdilar. Ya'ni 3 million 300 ming so'mdan dastavkalar ham ichida. Dastavkasi ham ichida yetib boradi. Mana obunachilar. 3 million 300 ming so'mdan. Hozir endi buni ichidan misol uchun hozir sariq qo'zini ushladingiz, qorasini yoqqan tanlab olishsa-chi. 5 ta tanlab olasiz ichidan. 5 ta tanlab olsin. Ha. 3 million 300 dan. Hammani bir joyga olsin. 3 million 200 dan. Voy, baraka. 32 dan hammasi bir yerga ketdimi? Ey, menga qarang, telefon qanday, telefonda o'chirib olish yo'q mana. Qarang, levs qilyapsiz. 20,7. 3 million 200 ming so'mdan kamiga qarang. Toshkentcha dastavkasini ham qilib berasiz. Toshkentcha dastavkasi ham bepul. Ichida. Baraka. Qadrli obunachilar mana, qaranglar, bundan ortiq qanday sharoit bo'lish kerak obunachilar? Mana, yoqqanni kenglar mana. Xohlasalaring bu, xohlasalaring u. 3 million 300 ming so'mdan 5 ta yoqqan tanlab oling. 16 tasini olib 3 million 200 ming so'mdan dastavka ichida. 7 ishda sog'lik salomatligiga ham bir hafta garantiyasi bor. Obunachilar,
Tortinglar shu qo'zini, ishonaveringlar. 16 tasini xudo xolisa bir yerga tortib qo'yinglar. Lekin chiroyli baraka topadigan qo'zi. Ishoninglar, bu 3,5 million so'm, 34, 36 sotiladigan qo'zi. Odiljon endi bilasizlar, yangi klient yig'ishga endi narxi nima bo'lsa ham qo'yyaptilar endi. Kommentariyaga chiroyli o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Bozordan 200 ming, 300 ming arzon tilimga javob beraman. Lipocheyda. Lipocheyda arzon. Lipocheyda arzon. Mana obunachilar, gap ham dakazati bilan bo'ladi lekin. Tortinglar shu qizini do'stona masalan tortib qo'yinglar. Xudo xolasa keyincha rahmatini aytasiz. Kommentariyga otangga rahmat deb ketaveringlar. Xudo xolasa bundan keyingi ham bor-a? Xudo xolasa bundan keyingi ham bor. Zo'rlarni narxi yengillarida. Yengillarida. Mana xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga pulni ko'paytiraman, pulni zo'r paydo qilsin degan obunachilar uchun. Xudo xolasa Odilbek bu yerda nechta? 5 ta soni qo'ying. 5 ta. 5 dona. Pul o'ta yengilida. O'ta yengilida. Yengil qo'yaman dedimmi? Yengil qo'yaman, bo'ldi. Men qarang. Eng arzon ham haliga 22, 23 dan qo'yib olib turib, men arzon qo'ydim, bunaqa davomizmi ishqi? Yo'q, arzon bo'ladi. Bu yerda nechta qo'chqor, nechta sovliq? Bitta qo'chqor, 4 ta sovliq. 4 ta sovliqdan bitta qo'chqor ham. Qo'chqor ham o'zi bilan ekan, xudo xolasa sovliqda baraka. Baraka mashq qo'ziladi. Shuningdek obunachilar. Ko'paysin, xudo xolasa ko'payib, o'zidan ko'payib yuradi bular. Bular yosh o'yinlar qanday? 2 oy bilan 3 oyda o'rtasida. 2 oy bilan 3 oyda orasida. Ha. Yaxshi, 2 oylik bilan 3 oylikda orasidagi qo'zi 7 Endi buni tug'ilganda tepasida cho'pon ham turmagan. Siz tug'ilganda to'shni cheslasini bilasizmi? Yo'q, aka buni tepasida cho'pon ham turmagan. Yo'q. Mana. Qarang, obunachilar, ay, buni bo'yiga yo'san bunaqasiga o'lchaydigan emas. Xuddi yengil narsa olib boringlar, xudo xolasa maza qilib boqinglar. Foydani yaxshi qilib beradigan variant. Bularni ham yeyishiga, ichishiga bir hafta garantiyasini berasiz. Garantiyasi bor. Bizlar Odilbek, men qarang. Bu qo'yni ko'p maqtamaydi. Qo'yni ming maqtaganimizdan tuya bo'lmaydi. To'g'ri. Eng asosiysi narxi. Narxini yopishtirib ayting mana. 24, 23. Voy, unadimi? Dangi 22 da olsin. Yo'q, biz obunachilar aytdingiz 2 millionda pastida chiqariladi dedim men. 2 millionda pastida bo'lsin dedim. 2 millionni olsin. Voy Odilbek, 2 millionda pastiga o'tib bering bo'ladi. Obunachilar xursand bo'lsin, ey. Bitta obunachi pulim kamroq degan obunachi olsin, 5 tasini maza qilib duo qilib qo'ysin. 1 million 900 olsin. Bizdan bitta gapiramiz. 1 million 800 mingdan. Voy Fayzullah. Biz obunachilar taraf. Bo'ladi bu. Biz obunachilar taraf. Obunachilar otangga rahmat deb yozib qo'yishadi. Kommentariyaga otangga rahmat yozib qo'ysin 1 million 800 da. Baraka. Dastakasi ham bor Fayzullah. Dastakasi ham ichida. Bo'ldi gap. Mana qadrli obunachi 1 million 800 ming so'mdan 4 ta sovliq, bitta qo'chqor. Olinglar, xudo xolasa maza qilib boqinglar. Dastlabkilar vodiy bo'ylabmi? Vodiy bo'ylab ketaveradi. Vodiy bo'ylab yetkazib beradi. Toshkentdagi akaxonlarga xudo xolasa telefon qilsa, u yog'iga ham kelishilgan holatda yetkazib berilaveradi mana. Kanalimizda yangi obuna tugmachasini bosib qo'yamiz. Yaqin birodarlarga stars bosib turamiz obunachilar. Xolasa bundan yengillari ham chiqaveradi. Qaramay hali. Bo'ldi. Hozir Odiljon yangi parvoz, yangi o'sarman narsa, yangi zavdoga qo'llab-quvvatlab turaveringlar obunachilar.